Hayotımda birinchi marta Jizzax somsani yeb ko'raman. Jizzax somsa emas. Qanaqa to'g'ri yeyiladi? Ha. O'rtasidan nog bo'lasidek, ochib tashlaysiz. Laganda souslari bor. Sho'rvasi. Sho'rvasi. Ichi bo'lsa mana shunaqa. Bu yog' ekan. Zayter emas. Dumbasi somsa yeydiganlarga tavsiya qilmayman. Chunki dumbasi yetarli darajada ekan. O'zi mana bu ko'rinishda ish kerak. Jizzax somsasini xamiri bizanikidan ko'ra ancha yengil qilinar ekan. Bu qavat-qavat xamir emas. Anasa. Mana shu qiz haqiqiy Jizzax qizi. Ana Jizzax bo'yicha Wikipedia endi maqtab otuvdim sani. Rahmat. Shaxsan men uchun o'zimizni Toshkent qatlama somsalari bundan bir qavat ustunroq. Xuddi shunga o'xshagan Toshkent somsani juda katta hajmda va boshqacha xamirga o'ralgan ekan. Yemingiz to'g'rimi? Bizda festivallar borda, turnir qo'yilgan. 2 kilo somsani yeb bersangiz, necha pul beradi? $1000 beradi. 2 kilo mana bunaqa somsam. Biz shu laganda somsani bitta kelishda, bitta o'tirishda yeb bera olgan bo'larmidingiz agar sizga bunga $1000 berishsa?